Chayon Burji, 2026 boylik va martaba. Salom, Chayon Burji. 2026 yil sekin boshlanadi, lekin kuchli yakunlanadi. Yanvar va fevralda moliyaviy siqilish bo'lishi mumkin. Kichik xarajatlar, kechikkan to'lovlar, sekin daromadlar. Ammo martdan boshlab o'zgarish boshlanadi. Va avgustga kelib hammasi o'zgaradi. Ishda o'sish. Barqaror daromad. E'tirof. Ishonch. Kechikkan mukofotlar nihoyat sizga yetib keladi. Bu yil xavfli sarmoyalar uchun emas. Bu barqaror, strategik o'sish yili. Iyulgacha emotsional xarajatlardan saqlaning. Aniqlik bilan harakat qiling. Sabr bilan yuring. Eng yaxshi moliyaviy oylaringiz. Avgust, sentabr, noyabr va dekabr. Chayon Burji, 2026 sizning lahzangizni olib keladi. Lekin faqat siz ko'tarilishga tayyor bo'lsangiz.